Chingiz Aytmatov 20-asr qirg'iz adabiyotining eng iste'dodli va jahonga tanilgan yirik namoyandalaridan biri bo'lib, u 1928-yil 12-dekabrda Qirg'izistonning Talas vodiysidagi Shakar ovulida tug'ilgan. Bobosi Aytmat og'a ajoyib qobuschi, otasi To'raqul Aytmatov davlat va jamoat arbobi, onasi Naima opa o'qimishli oqila ayol edi. Chingiz Aytmatov dastlab rus maktabida, keyin qirg'iz maktabida o'qidi. Qishloq shurosida kotib, soliq yig'uvchi brigada hisobchisi bo'lib ishladi. U 1953-yil Qirg'iziston qishloq xo'jaligi institutini tamomlagan. 1956-1958 Moskvada Yozuvchilar uyushmasi qoshidagi oliy adabiyotchilar kursida tahsil oldi. Chingiz Aytmatov bolaligidanoq badiiy adabiyotga ulkan mehr qo'ygan bo'lib, nashriy asarlar yaratish bilan astoydil shug'ullanadi. Adib nomini ilk bor xalqaro miqyosda mashhur qilgan 1958-yilda yozilgan jahon xalqlarining 40 dan ortiq tillarga tarjima qilingan asar Jamila qissasi bo'ladi. Jamila qissasini Louis Aragon muhabbat haqidagi yozilgan jahondagi eng ajoyib qissa deb atagan. Chingiz Aytmatov davlat va jamoat arbobi sifatida ulkan ishlarni amalga oshirgan. Chingiz Aytmatov Qirg'iziston yozuvchisi bo'lib, 80 dan ortiq asarlarni xorijiy tillarga tarjima qilgan. Chingiz Aytmatov 2008-yil 10-iyunda Germaniyada buyuk qirg'iz yozuvchisi va jamoat arbobi vafot etdi. Buyuk adibning o'limi oshqozon osti bezi saratoni asoratlari bo'lgan. Hurmatli kitobxonlar, Chingiz Aytmatovning hayoti va ijodi sizlarda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markaziga kelib mutolaa qilishingiz mumkin.